vatandoshimiz, islomiy ilmlar rivojiga ulkan hissa qo'shgan benazir alloma, kalom ilmining sultoni Imom Abu Mansur Moturudiyning ibratli hayot yo'li va boy ilmiy ma'naviy merosni har tomonlama chuqur o'rganishni rag'batlantirish, moturudiylik ta'limotiga xos bag'rikenglik va mo'tadillik tamoyillarni xalqimiz va jahon jamoatchiligi o'rtasida keng targ'ib etish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy va umumiy insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida davlatimiz rahbarining Imom Moturudiy tavalludining 1155-yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatning imzolanishi keng jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi. Kuni kecha muhtaram yurtboshimiz tomonidan Imom Moturudiy hazratlarining 1155 yillik tavallud ayyomlarini munosib tarzda keng nishonlash to'g'risidagi qabul qilingan qarorlari Imom Moturudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, umuman mana shu jamoa uchun, umuman O'zbekiston xalqi uchun albatta bir juda ham bir katta iftixor, juda ham bir katta bir mas'uliyatlarni yuklaydi. Bugungi kunda aynan dunyoning juda ham ko'plab mamlakatlarida aynan mana shu moturudiylik ta'limotiga ergashuvchilarni kuzatishimiz mumkin. Albatta bu biz uchun ushbu insonni yurtimizdan chiqqanligi, aynan mana shu zaminni, vatanni farzandi sifatida chiqqanligi albatta bizga g'urur, iftixor bag'ishlaydi. Yurtimizdan yetishib chiqqan allomalar, ularning ilmiy merosini o'rganish davlatimiz tomonidan doimiy e'tiborda bo'lib kelganligi mana shu qarorda ham bu narsa o'z ifodasini topgan. Imom Moturudiy va u kishini moturudiylik ta'limotini rivojlantirishga xizmat qilgan ajdodlarni ilmiy ma'naviy merosini keng o'rganish, uni xalqimizga yetkazish borasida ham alohida bir bandlar kiritilganligi. Aynan Imom Moturudiyning Kitobat Tavhid hamda Tavilotul Qur'on va u kishining izdoshlarining asarlarini nafaqat o'zbek tiliga, balkim xorijiy tillarga ham nashr qilish alohida bir vazifa sifatida belgilab qo'yilgan. Bevosita Imom Moturudiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tashkil etilishi ham yurtboshimizni tashabbuslari bilan bundan 5 yil muqaddam avval amalga oshirilgan bo'lsa, mana shu muddat davomida ko'pchilik o'sha mutaxassislar bilan yoki masalan chet ellik olimlar bilan, hamkorlarimiz bilan muloqot jarayonida albatta bu asarlarni, yaratilayotgan asarlarni xorijiy tillarga tarjima qilinishi alohida bir taklif sifatida ko'p bor bot-bot bu narsa takrorlanar edi. Ushbu qarorda yana bir alohida band sifatida keltirilgan masalaki, Imom Moturudiy va u kishining izdoshlarini, hayotini yoritib beruvchi badiiy publitsistik hamda ilmiy hujjatli filmlarning, ko'rsatuvlarning tayyorlanishi meni juda ham bir diqqatimni, e'tiborimni tortdi. Sababiki bilamiz, bugun yoshlar, ayniqsa umuman yoshlarga nafaqat bir kitob orqali, balkim aynan mana shu olimlarimizni, yetishib chiqqan ajdodlarimizni hayot yo'llarini aks ettirib beruvchi hujjatli filmlarga ham juda ham katta ehtiyoj bor. Sababiki ularning hayot yo'llarini ilmiy asoslangan holda, tarixiy zamindan yetishib chiqqan ajdodlarimizni hayot yo'llari, ilmiy asarlari, ularning ta'lim olishlari yoki masalan o'sha davr muhiti haqida xabar beruvchi ilmiy hujjatli filmlarga bugun ehtiyoj sezilmoqda. Va bu narsani albatta xorijiy tillarda ham, xalqaro miqyosda ham keng yoritish alohida bir masala sifatida qo'yilganini qayd etishimiz lozim bo'ladi.